Mana gidrofil ko'ryapsizlar, suv qolyapti, в принципе. Endilikda biz hozir shu yerga keramik shampun ishlatamiz. Gubkani olamiz va surtib chiqamiz. Endi biz buni yuvoramiz va effektni ko'rsataman hozir. Nimasiga nasat kerak ekan? Bu prinsip nasatsiz ham ko'rsangiz bo'ladi mana. Gidrofilida endi gidrofob bo'lib qol, qaranglar. Mana yana sepaman. Mana suv sepyapman, suv oqib ketishini. Bu Space Cosmetics'dan gidro bo'ladi. Ushbu mahsulotni bizdan sotib olsangiz bo'ladi. Hozir ikkinchi videoda, keyingi videoda kvazar qanday ishlashini ko'rsatib beraman. Bu gidro edi.